Bu dükkana aldık kelsiniz bana. Kademilik yıldan başlandı. Kırdık. Macozlar insanlar bağ mı? Mumumuzla bile çay içtiren şuna koyayım he. Onundan sırt bana ma tanglile, ma tarazlarını kögeller bağ. Bu neslerini bazardan alamen dep lağınmaydı. Mani mi? Hazırki balla çort bilmeyi bunu. Bu işek bilen atının boyuna kılgan jumbo. Mana bu tam saat. Onundan sırt mana. Nurgun ballarımızı anıla keç-keçmiş beşinin yende oturab, yığılsak tang bizning qo'shaligimiz uchun bir kech vaqtini isrof qilib, onamiz bo'lgan shu onalar tavratgan beshak. Mushu velosipedlarimiz shu zamonning taraqqiyotida bir velosipedning bo'lmakligi bir bo'ma mashinasi o'xshash holatida hamda ashta minib o'tgan. Toklar nima qildi o chaqlarda? Mana mushning ichiga bir to's sarangida o't yiqish orqali ko'ramagan narsalarni ko'rish ishlatgan panar. Omburni nurg'un adam qo'langlar yeb baqqan ha. Nimishga desanglar buniki meyer ishlamaydi. Meyer ishlamay, shundan biyani omboda tas qilatdiq. Ondan keyin buningdan nurg'ilgan ilalloh bu chiqatma yo'rg'iliq mana. Yo'rg'roq qildiq, qarang'uroq qildiq degandek ma ovoz hozirgidek yo'qo'ni o'ttirilib qilgan emas. Maloyinglarmi shu. Yani ketdik. Onundan sırt yandan bak desanglar, batlushka. Bu alyumin. Bunu 1000 yıl saqlagani bo'ladi. Chunki bu datlaşmaydi. Bunun shirki ishgan suv odam baniga ziyon qilmaydi degandek ishlar. Yana bizningki qo'llardan ishlayotgan qo'l hara, tarazlarimiz deysizlar. Mana menga qarab baqsanglar, mana bir ko'rsatib o'tay. Bu bir uy qanchalik ta'sir tutadi? Shu vaqtga deb beraya, mana 3 daldan qilib buningga to'pida lay etib, buni ichiga to'kib, ankin buni dum qilib, buni kesak hosil qilamiz. Kesak hosil qilgandan shu 3 daldan kuniga 3000 ni qo'yamiz cho'ngish. Shu kunning isqida. Shu xam kesaklar orqali nurg'ilgan uylarni barpo qilgan shu akalar ishlatgan jabduq qura. Ashunda uylar hozirmi bog'i, balkim ko'rganlar bordi. Teshinjon shu qilib qo'ygan bilan. Yana ko'rayotganlardek mana otning qo'ng'iroqlari deymiz. Voy, dazmallan hozir xonim qizlar baxtli qilsizlar. Par dazmal deysizlar, o'rtirib saldigan hem mana mushning ichiga o'tni selib, shu o'tni kunlarni yoqdan qaqatdi. Mush ig'i narsani ko'tarib, shu chaqdagi oddiy 10 ko'ylak ko'ynak dazmal selib, dadillarimizni, yo'ldoshlarini chiroyli yo'lga soladigan vaqtida ishlattirgan dazmal. Onundan sırt yana nimalar bor desanglar bollar. Mashkaplarni ko'rdinglarmi? Shu vaqtlarda bu ishkapning bir uyda bo'lmaqi, bir odamniki turmushning qanchalik darajadagi saviyasini borligini bildiradigan, shu oilaniki turmush iqtisodini haqiqiy yakunlab bera oladigan holatdagi narsa. Masalan, mushunga qarab mana nurg'un odamlar kiyim kiyatdi, torinat, yasinatdi. Miyaligimda bir parda tortib qo'ydi, apashlar bo'lsa evatib qo'yinglar. Ashlar bir ayinchaqdagi turmushlarni eslab olsin. Mana ichiga chiniqach tizatdi, matatmalarga jipshingni antimanchi birimlarni mana asir cho'ng bir ko'k bir ko'ranglar bor-ku, apashlar sap qo'ydigan qo'ymayni eritiblar. U narsalar bor. Andan keyin mana lampani qara. Bir qo'lini yonga tutib, shamol o'chab qolmasin deb. Kim u? Bir gap qilayotganda qilyotdi ya. Hech kim emas-ku deb ko'tarib uyga yondirib kirdigan shu lampa. Mushu lampaninki yo'riqida biz takror qilatdik. Nurg'ilgan topshiriqlarni ishlaydik. Nurg'ilgan go'zal kechalarni shumik chiqib qozonda qor shumishkini qo'rib, shu chaqlarda parang qilib o'tirdigan inoq bir shunda bir mikro muhabbat kunlar botgan hozir yo'q bo'ldi. Mana loyonlarni yosh cho'nglarimiz anglaydi. Ular radio orqali jahon bo'layotgan ishlarni anglab, o'zinki bir kunlik kunini zerikmagan asoslarda o'tkazadi xolos. Mana bu o'ta karoning chaqi. Demak, bu yanlarda yana shunday konu asarati qilturdiki narsalar bo'lib qo'yib qolsa, asrab qo'yishinglarni, buningdan kim uzun yillardan keyin bularning texim qadrli bo'lib ketganligini o'ylab qo'yishinglarni umid qilaman albatta. Agarda mushundaq narsalardan mening dukunimga, uyamga yoki bo'lmasa boshqa shaharga falonchi bir o'rinlarim kerak desanglar, mush akamni desanglar bo'ladi. Bizga mana mushunchik bir sharoitlarni yaratib, mushlarni birdan yig'ib, qimmat pulga setib olib, xorlanib ketmasin deb qilayotgan mushta akalarni cho'qim qo'llashimiz kerak. To'rlardan, pingdododan bizimdan olisizlar-ku, buni men naq maydonda ko'rib, mandalarni olisizlar. Mendan parcha qilib kelib qolmanglar, is chiqadi anondan. Demak, ma'vo tepilasiz bir bozor emsa. Diqqatingizga manzarasi ketdi. Haqiqiy bir baxt yaxshi turmushga erishgandan keyin emas, yaxshi bir kishi tarafidan so'yilgandan keyin keldi.